Assalomu alaykum, hurmatli Damash ishqibozlari, YouTube ixlosmandlari. Mana bugun biz bir niyat qilib sizlarga shu yangi Damazimizga salondan chiqqaniga mana 2 oydan o'tib qoldi. Qancha ishlatdik, shu haqida bir video qilmoqchi edik. Shu videolarimizni bir qo'llab-quvvatlab, layklar bosib borasizlar, iltimos endi qo'ldan kelgancha sizlarga qanday obzormi nima deydi, tushuntirish beramiz. Birinchi bu mashinamizga 65 talik gaz qo'ydik. Mana 65 talik balon qo'ydik. 3.135.000 so'm bo'pti. O'zbek puli albatta. Keyin o'zini bilasizlar, zavoddan chiqqan balonlari. Umuman bir tiyinga qimmat balonlar, 12 lik qattiq balon edi ekan. Keyin biz shu balonlarni almashtirdik. Mana 13 yumshoq balon qo'ydik. Diskasi bilan o'zinikini berdik. O'zini 12 balonini berganimizdan keyin bizga bu 13 balonni berishdi. Ustakalar o'rnatib berdi. Balansirovka, diska 1.770.000 so'm to'ladik. Albatta o'zini balonni berganimizdan keyin. O'zinikini primерно 1 millionga olar ekan, yangi balonni. Keyingi qilgan ishimiz bo'ldi. Shu balon olgan kuni keyin eshiklarini bilasizlar, zavoddan chiqqanda ochilsa yopilmay, yopilsa ochilmay qolardi. Shuna qiyin edi ekan. Keyin bir ikki ustalardan so'rasak, bitta usta 2 oyda ochilib tegadi deganiga keyin biz Andijondagi eski mashina bozor bor, Baloqshamolda. Shu yerga borib ustalarga mana shumka qilib berishdi. Shumka, orqa eshik va orqani shumka qilib eshiklarimizni ligrovka qilib berishdi. Ustakalar 1 soatda bo'ldi. 380.000 so'm pul berdik. Xuddi shu kunning o'zida keyin mashinamizga mana polik qildik bu materialdan. Mana polik. Normalni polikdan bo'ldi mana. Poligimizga 480.000 to'ladik. Buni ham 1 soatda tikib berishdi. Keyin bir yo'la shu rezinkadan olib qo'yib qo'ydik. Shtob yashimo yomon bo'lib ketmasligi uchun bunga 120.000 so'm pul berdik. Mana bir-biriga kiyishadigan ekan, mana orqada ham bor mana. Hozir jinda chang bo'lib ketdi. Shu bog'cha bolalar toshiymiz deyapti menda. Shu keyingisi mana sidinalarga bu nimani qo'ydik mana. Chixoldi mana. Ko'ryapsizlar. Buni 440.000 so'm bo'ldi. Mana orqalar bilan mana 440.000 so'mga ustalar ashitda o'zlari qo'yib berishi 60.000 so'm deydi. Biz uyga olib kelib o'zimiz, o'g'limiz bilan qo'yib qo'ydim mana o'zim. Keyin yana bu mana nimani oldik bu. Bolish to'shakchalarni 140.000 so'm mana yumshoq bo'lib yursin deb bu 140.000 so'mga. Damazniki qimmat bo'lar ekan mana. Chunki bunda 3 ta bo'lar ekan, mana orqada, keyin orqaga ham bo'lganligi uchun 140.000 so'm pul bo'ldi. Shu hozircha qilganimiz, rasxodlarimiz shu bo'ldi. Endi bu nomeriga, hujjatlariga 800.000 so'm to'langan. Shu qolgani shu hech narsa qilmadi. 2000 kilometr yurgandan keyin 190.000 ga moyni almashtirib qo'ydik. 2000 kilometr yurgandan keyin shu bo'ldi. Bu rolni chexoli 30.000 so'm shunaqa turar ekan. Shu endi bizni videomizni qo'llab-quvvatlarsizlar degan umiddamiz. Like bosib, podlisa qilib olinglar akalar. Hammaga agar mashina olmoqchi bo'lganlarga omad. Hammaga nasib qilsin yangi mashinalarda yurish. Doim sog' va salomat bo'linglar.